Hurmatli xaridorlar, assalomu alaykum xaridorlar. Kuni kecha yana bir partiya yuklarimiz keldi. Ko'rishingiz mumkin, turetskiy lorislarimiz. Bu lorislarimizni hozirda kamida 3 xil, bo'lmasam 4 xili bor. Asosiysi mangoligi, okean dengizligi, undan tashqari qovunligi ham zo'r ekan. Qovunligini ham olib keldik. Kimga kerak bo'lsa, shu narsalarimiz pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Optim narxlarda, donaga yo'q, faqat korobkaga. Bitta korobka olasizmi, ikkita korobka olasizmi, 10 ta olasizmi? Xudo xolasa hozir bu yerda 45 ta korobka bor. Sizlarga keyin hozir buni bilmaydiganlar ham bor-ku, loris nima deydiganlar bor, yo bo'lmasam korobkada joylashi qanaqa deydiganlar bo'ladi. O'shalarga hozir korobkasini bir ochib ko'rsatamiz, bir okean bilan mangoni ochib ko'rsatamiz. Qani ketdik. Xo'p, sizlarga hozir bitta mangoligini, bitta mana okean deb qo'yilgan. O'shini ochib ko'rsatamiz. Qani bismillah. Obunachilar, bularimiz bitta korobkada 60 ta bo'ladi, ya'ni 60 donadan bo'ladi. Ikki qator joylashgan bo'ladi. Birinchi qatorida 30 ta, keyingi qatorida ham 30 ta. Yana bir bor qaytarib o'taman, foydalanuvchilar yoki sotuvchilar kamida bir korobka sotiladi yoki bo'lmasam 2, 3, 4, 5 korobka sotiladi. Vodiy bo'ylab hozircha yetkazdirib beramiz. Qo'ldan kelguncha inshaalloh. Bitta korobkada 60 dona bo'ladi. Narxlarini hozir pastda nomer qoldirdik. O'shunga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni xudo xolasa optim narxda xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlari zo'r juda ham. O'zimiz birinchi qo'lmiz. Hop, turetskiy loris. Shu lorislar bo'yicha kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar yoki kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Mana xaridorlar, obunachilar, sizlarga mana qayerdan bilamiz desanglar, bilmaganlar uchun mana qovun deb yozib qo'ygan, bunisiga mango deb qo'ygan, bunisiga esa mana okean deb qo'ygan. Hozir eng trenddagi turlari shulari juda ham ko'p. Misol atirgulligi bor, yana boshqachalari bor, lekin hozirda eng yaxshi ketayotganlari mana shular. Ishlatmaganlar tavsiya beraman, bir ishlatib ko'ringlar. O'rtacha endi hammani ishlatish har xil. Kimdir 1 oyda tugatadi, kimdir 2 oyda. Cho'pakchasi qancha ko'p suqilsa, shuncha tez tugaydi. Zallarda menimcha 1 oyga ham borib bormaydi. Lekin o'zimiz xonadonda ishlatamiz. Endi juda ham ko'pi oshiqcha zarar. Bir 2 oy, o'rtacha 2,5 oyga yetaveradi. Kimdirlar 3 oyga ham yetkazdiradi. Hidi juda ham приятный. Ishlatib ko'ringlar, tavsiya beramiz. Loris. Har bitta korobkaga 5 donadan solinadi. Yana qo'shimcha qanaqadir tushunmagan savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. 24/7 aloqadamiz.